Anzur biroz o'zini baribir noqulay his qilyapti markazda. Mana hozir ham to'pni o'tkazib yubordi va e'tibor bering qanday imkoniyatga ega bo'lmoqda Bunyodkor futbolchilari. Hisob 2-0. Jasur Hasanov oradagi farqni oshirmoqda. Markaziy hujumda uni bejizga Skalari ishlatmayotganini isbotladi bu vaziyatda. Uchrashuvda hisob o'zgardi. Albatta bu vaziyat tahlilga muhtoj, chunki dastlab Anzur Ismoilov maydon markazida to'pni oldirib qo'ydi. Tezda rivojlangan hujumni Rivaldo davom ettirdi. Mana ko'ramiz. Rivaldoning mahorati bu yerda va markaziy himoyachi ham bu yerda Jasur Hasanovni o'tkazib yubordi. Darvozabon esa u bilan qarama-qarshi chiqib kelayotgan, birga-bir chiqib kelayotgan futbolchiga qarshi hech narsa qo'llay olmadi. Bu yerda Kamoliddin Tojiyev ham, Asror Aliqulov ham Rivaldoning a'lo darajada amalga oshirilgan to'p uzatilishini to'xtata olmadi. 2-0